Bismillah. Assalomu alaykum o'zbek otlari YouTube kanal kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kuni barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Andijondan bo'ladi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Dardoq qishlog'idan. Bir qadrdon Elmurod akamdan akalarim xudo xolasa shu ko'rib turgan baytallaring, biyalaring sotiga chiqadi. Xo'p akalar, hozir buni yoshlarini, bo'ylarini, hamma ma'lumotini aytib bilib beraman akalar. Xudo xolasa videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaverasizlar faqatgina. Unda bo'lsa ma'lumotlar berishni boshlaymiz. Elmurod aka, assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Sog'liqlar yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Xudo xolasa bugunga shu ko'rib turgan buyamiz, ha? Mana shu biya. Bo'ldi. Unda buni ma'lumotini yoshdan boshlaylik. Yoshi qanday? Yoshi 2 yashar bo'ladi. Mana shu aprelda 12sidamikin? Aprelda 12sida. Qisqasi 10 bilan 12 ni orasida, bilmayman, shunaqa paytda tug'ilgan. 2 yosh desak ham bo'laver ekan-da. 2 yosh desangiz ham bo'laveradi. 2 yosh. Tishlarni ko'rsatsak bo'ladimi? Tishlarni ham ko'rsatsa bo'ladi, ko'rsatib. Bitta tishini ko'rsatib qo'yaylik. O'zim ko'rsatib qo'yaman. Ha, o'zingiz ko'rsatib qo'ying-da. Tishlarni bitta ko'rsatib o'taylik-da. Qani jonivor, bitta tishlarini ko'rsatib qo'yda bizga. Bo'ldi. Hech jonivor, mashalloh. Ko'z tegmasi. Jonivor. Yosh ekan hali? Yosh. Hali tishlari ham marjondek turibdi-da. Marjondek. Inshaalloh. Xo'p, bo'ylari necha qoladi? Elmurod aka? Bo'y 1.65 chiqsa kerak. Metrga qo'yib qo'ysangiz qo'yamiz. Bitta metrga qo'yib ko'raylikmi? Nima dedingiz? Bitta metrga qo'yamiz, aziz obunachilar, xudo xolasa. Videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Xudo xolasa Elmurod aka bilan birgalikda metrlarga hisob beramiz. Men tushmayman. Bo'ldi. Qani tortaveramiz aka. Shu yerga qo'ying-da. Jonivor tek turchi. Hop. Dadil ekan bo'ylari. 65 ham pils. 65 hamda. Bo'ldi. 65 ga olishaversin aka. 65 siz olgan 70 edi, 65 deb qo'ying. Aha, bo'ldi aka. Xo'p, akalar, xudo xolasa 65 ga olaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p, Palon aka bu yoqqa yurgizib qo'ying-da. Ozgina yurgizing. Elmurod aka? Zot haqida ma'lumotga egamizmi? Ma'lumotlarni chorqa berib ekan-da. Patig'ida Krasavchi degan otni bolasi, ana shunaqa zotidan. Aha. Bunaqa zoti. O'zi hamma taniydi Patig'ida. Bitta boy aka, bitta yaxshi akani otini bolasi. Krasavchik deb bolasi. Krasavchida haqiqiy zotidan. Bu sizga kelganiga qancha bo'ldi? O'tgan yilga. O'tgan yil. 1 yil bo'ldi. Xudo xolasa rosa mana menga kelgan o'zi ana to'ydaqa paytda 1 yashar bo'lib bo'lmay kelganda. To'yda ham so'ramoqchi bo'lib turaman. Sotiladimi, sotilmaydimi? U sotilmaydi. U sotilmaydi. Qizini bolasi. U nima deydi? O'g'lini bolasi, shunaqa. Nima deydi? Erkagini bolasi, u qizini bolasi nari. Bo'ldi. Agar mabodo yaxshiroq kelin chiqsa sotaveramiz, nima? Ha, yo'q, sotilmaydi. Ha, bo'pti. Xo'p. Elmurod aka, buni narxini necha pul qo'yamiz aka? Narxi $4,500 deymiz. $4,500 kami bor. Kami bor. Lekin onasi ham o'ta, endi onasiga vaqt tilayapmiz. To'g'risi, o'ta talomon biyani bolasi. Aha. Men buni o'zim ham rosa hozir ashi sotganlardan bilan. Elmurod aka, endi mana talashib olgan. Onasini bo'ylari necha bo'lgan? Onasini bo'yimi? Aha. Onasini bo'yini bilmayman. 170 atrofida bo'lgan. Menda rasmi bor, beraman. Shunaqa bo'lsa, agar bersangiz onasini videolari bormi yo'qmi? Birga onasi bilan. Bor. Birga yurgan ona bor. Menga tashlab bersangiz, kadrga qo'yib o'tib ketaman. Bo'laradimi aka? Shola qilib. Buni sal qochiramiz deb ozdirib qo'ydik. O'zi semistroshkani sotish niyati yo'q edi. Qisqasi zararli qolib sotyapmiz. Yaxshilikka. Конечно, yaxshilik. Bo'ldi. Yedi ish sog'lomlari yaxshi, xudo xolasa. Конечно. Bo'ldi. Bitta men qo'shqoqlarni tortib qo'y. Kallarni ko'ryapsiz, bir dunyo. Shunday. Qo'shqoqlar akalar. Bunaqa formalar hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa. Qora bayir ekan bular. 4 oyoqlar sog'lom, 4 tala oyoqlar ham go'zal akalar. Chista qora bayir. Menga bo'lmagan, menga qilinmagan emas. Endi buni Palon aka bu tomonga yurgizib qo'ying-da, men orqa tomonlarini bitta tortib qo'yay-da. Shunday turarsiz. Orqa formalar akalar, xudo xolasa. Qaytaravering Palon aka. Xudo xolasa Elmurod aka baytal omili, baytalligini aytib qo'ydik. Baytal deb aytdim. Boshda aytib o'tib ketdi baytal deb.
boshda baytaldi baytdim aka. Endi hali ko'pchilik yaxshi tushunishlik uchun bu yerda baytib qo'ya oldim. O'zi Baytal. xohlagan odamga qo'yib oladi deb turibdi endi. O'zi bir hafta bo'lib qoldi sotamiz deyishdi. Aha. Endi xudo xolasa yaxshi niyat yurganlar ko'p aka mana. Endi Ha, aslida o'zi sezon olib boshlandi-da. Ola oladigan. Sho'rlik qilib yaxshi bir ayg'ira qo'yib olsa, Ha. yaxshi bezlab yurgan akalarimiz bo'lsa, Sotamiz desak o'zimiz qo'yamiz. olinglar akalar. Xudo xolasa tavsiya qilinadi. Bir yaxshi bir yoqib olinglar. O'ta Inshaalloh. uzoq, xona o'ta toza. Uka, men sizga anaqa yolg'onma egalarini nomerlarini beraman, gaplashaverasiz o'zlari. Bo'ldi. Toza qonli akalar baytar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Chista qorabayir enegi. Yana qaytadan aytib qo'y. Zoti Qorabayir. Qorabayir. Qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqib qo'ng'iroq qilaveringlar akalar. Xudo xolasa Elmart aka qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berdik. Endi bir ikkita ma'lumotlar qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'zingizga aloqa chiqsa chog'li qilib tushuntirib ma'lumot berib qo'yarasiz aka. Hozir ekran qo'yadigan telefon raqamlarimizda Telegram, WhatsApp bormi yo'qmi? Bittasida bor. Aha. 145 2200 bor. Telegram va WhatsApp ham. Qaysi birini qo'yamiz ekranga? Ikkovini ham qo'yib. Ikkalasini ham qo'yib qo'yamiz. Hop, 22 necha dedingiz? 190 145 Aha. 2200. 22:00. Shunda WhatsApp bor, a? WhatsApp bor. Telegramchi? Telegramim ham bor. Telegram ham bor. Demak, ikkala nomeringizni ham qo'yib qo'yamiz. Shunisi Telegram, WhatsApp bor. Bittasini ham aytaymi? Yo'q, ekran qo'yib o'tib ketaveramiz aka. Bo'ldi. Xo'p, qiziq akalarimiz bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.